Annyeonghaseyo 여러분. Assalomu alaykum. Bugun Fan Korean kitobimizning 5-darsini boshlaymiz. Bu darsimiz Location VG darsiga bag'ishlangan. Grammatika. Ko'rib turganingizdek, bu grammatika otga qo'shiladi I yoki K va gapning egasini bildirish uchun ishlatiladi. Agar pachim bo'lsa I qo'shamiz, agar pachim bo'lmasa K qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan, 친구가 와요. Do'stim kelyapti. Ko'rib turganingizdek, bu qo'shimcha gapdagi so'z gapning egasini bildirish uchun ishlatiladi. Bu yerda gapning egasi 친구. Shuning uchun K qo'shimchasini qo'shilyapti. Bu yerda pachim yo'q. Shunga K qo'shimchasi qo'shiladi. Agar pachim bo'lsa I. Masalan, mana ikkinchi misol. Ushi bisayo. Kiyim qimmat. Bu yerda ut, ya'ni pachim bo'lgani uchun I qo'shimchasi qo'shiladi. Usan이 있어요. Soyabonim bor. Shikkoga opsoyo. Soatim yo'q. Bu yerdagi ikkita mashqni o'zingiz mustaqil tarzda bajarishingiz mumkin. Masalan, shiganga I yoki K qo'shimchasini qo'shasiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda pachim bor. Agar pachim bo'lsa, tarjimasi esa soatim yo'q deb tarjima qilinadi. Bu yerda esa ism qo'yishingiz kerak. Jonvaril hessoyo. Ya'ni masalan Linda telefon qildi. Lindaga ham xuddi shunday I yoki K qo'shimchasini qo'shib shu mashqni bajarasiz. Ana endi mashqlarga navbat. Namunani o'qiyman. 우체국이 있어요. Pochta idorasi bor. 가게가 있어요. Do'kon bor. O'ng tomonimizda bizga kerakli bo'lgan yangi so'zlar. Bularni daftarimizga yozib olamiz va xuddi namunadagidek gaplar tuzib chiqamiz. Demak, pauzani ezib, birinchi yangi so'zlarni yozib va mashqni bajarishingiz mumkin. Ikkinchi mashq. 책상이 있어요. 책상이 있어요. Parta bormi? 네, 책상이 있어요. Ha, parta bor. 컴퓨터가 있어요. Kompyuter bormi? 아니요, 컴퓨터가 없어요. Yo'q, kompyuter yo'q. Xuddi shu ko'rinishda biz 6 ta gap tuzishimiz kerak bo'ladi. Bizga kerakli bo'lgan yangi so'zlar esa o'ng tomonda tarjimasi bilan yozib qo'yilgan. Tarjimani daftarimizga yozamiz va videoni pauza qilib, mashqni bajarib olishingiz mumkin. Navbatdagi grammatika. Itta, opta. Bu grammatika joy nomidan keyin qo'shilib, biror kim yoki biror narsani o'sha yerdami yoki yo'qmi so'rash uchun yoki aytish uchun ishlatiladi. E'tibor beramiz, joy nomlari uchun ishlatiladi. Masalan, 사람들이 식당에 있어요. Restoranda odamlar bor. 책이 책상 위에 있어요. Parta ustida kitob bor. 사촌이 어디에 있어요? Lug'at qayerda? Sumi shiga, Linda shi. Bu yerga esa o'zingiz mana shu qo'shimchani qo'shib mustaqil ishlashingiz kerak bo'ladi. Tarjimasi esa Sumi Lindalarnikida, ya'ni Lindaning uyida degan ma'noda. Keyingi mashqni ham mustaqil tarzda qo'yishga urinib ko'ring. Televizionni opsoyo. Televizor uyda yo'q. Demak, mana bu bo'sh joyga uy qo'shimchasini, uy so'zini yozib, qo'shimcha bilan yozishimiz kerak bo'ladi. Agar grammatika tushunarli bo'lsa, mashq bajarib ko'ramiz. Namunani o'qiyman. 교실에 칠판이 있어요. Sinfxonada doska bor. Xuddi shu namuna ko'rinishida 6 ta gap tuzishimiz kerak bo'ladi. Bizga kerakli bo'lgan yangi so'zlar esa o'ng tomoningizda bor. Bularni daftaringizga yozib, videoni pauza qilib, mashqni bajarib olishingiz mumkin. Navbatdagi mashq. Sumi shiga 어디에 있어요? Sumi qayerda? 어디에 있어요? Ko'rib turganingizdek, bu fraza qayerda deb tarjima qilinadi. 인행에 있어요. U bankda. 어디에 있어요? Biz ko'pincha biror narsani yoki biror kimni qayerdaligini so'rash uchun ishlatamiz. Og'zaki nutqda mana bu qo'shimchasi tushirib qoldirilishi mumkin. Ya'ni 어디 있어요 deb og'zaki tarzda aytilishi mumkin. O'ng tomonimizda
shaxslar va ularning qayerda joylashgani ko'rsatib qo'yilgan namunadagidek gap tuzishimiz kerak bo'ladi. Videoni pauza qilib, mashqni bajarib olishingiz mumkin. Navbatdagi mashq. 고양이가 어디에 있어요? Mushuk qayerda? 의자 위에 있어요. U stolni tepasida. Demak, joylashuv so'zlari o'ng tomonimizda yozib qo'yilgan tarjimasi bilan siz bularni daftaringizga ko'chirib olasiz va mana bu suratlarda ko'ringanidek mushukning qayerda joylashganini yozishingiz kerak bo'ladi, namunadan foydalangan holda. Videoni pauza qilib, mashqni bajarib olishingiz mumkin. So'zlarni yozib yodlashni unutmang. Navbatdagi grammatika. Bu grammatika otga qo'shilib, harakatning yo'nalishini bildirish uchun ishlatiladi. Navbatdagi grammatika. Bu grammatika o'tga qo'shilib, harakatning yo'nalishini bildirish uchun ishlatiladi. Tepa, past, o'ng, chap, old, orqa, bu yo'l, u yo'l kabi so'zlarga qo'shiladi. Va kada, ota, bormoq, kelmoq, chiqmoq, tushmoq, kirmoq, tashqariga chiqmoq kabi fe'llar bilan birga ishlatiladi. Yo'nalishni so'raganingizda odiro kayo yoki oni chugiro kayo frazani ishlatishingiz mumkin. Bu frazaning tarjimasi qayerdan yuray, ya'ni qaysi yo'ldan boray degan tarjimani beradi. Masalan, 앞으로 가세요. Oldinga yuring. 위로 올라가세요. Yuqoriga chiqing. oni chugiro kayo qaysi tomonga yuraman yoki qaysi tomonga yuray. Bu grammatikamiz agar pachchim bo'lsa iro, agar pachchim bo'lmasa ro qo'shimchasi qo'shiladi. Bu yerda bir necha misollar keltirilgan. Demak, ichogiro oseyo. Bu tomonga keling. 왼쪽으로 가세요. Chap tomonga boring. 도중으로 올라가세요. Ikkinchi qavatga chiqing. 안으로 들어오세요. Ichkariga kiring. 위로 올라가세요. Yuqoriga chiqing. Oxirgi ikkitasida esa o'zingiz biror bir yo'nalish tanlab ishlab ko'rishingiz mumkin mustaqil tarzda. Bunga doir mashq bajaramiz. 위로 가세요. Yuqoriga chiqing yoki kada bu bormoq, 위로 turgani uchun yuqoriga chiqmoq deb tarjima qilishimiz mumkin. 밖으로 가세요. Tashqariga chiqing. Xuddi shu namunadagidek 6 ta gap tuzishimiz kerak. Bizga kerakli bo'lgan so'zlar o'ng tomonda yozib qo'yilgan. Yangi so'zlarni daftaringizga yozib, videoni pauza qilib, misolni bajarishingiz mumkin. Keyingi grammatika. 고려 병원이 어디에 있어요? 고려 kasalxonasi qayerda? 똑바로 가세요. To'g'riga yuring. Namunadagidek 6 ta gap tuzamiz. Bizga kerakli bo'lgan so'zlar o'ng tomonimizda yozib qoldirilgan. Tarjimasi bilan daftarimizga ko'chiramiz va videoni pauza qilib, mashqni bajarib olamiz. Navbatdagi mashq. 실례합니다. 우체국이 어디 있어요? Kechirasiz, pochta idorasi qayerda? 저기 은행 앞에서 오른쪽으로 가세요. Bankning oldidan o'ngga buriling. 고맙습니다. Rahmat. Namunadagidek 6 ta gap tuzamiz. 6 ta emas, 5 ta. Bizga kerakli bo'lgan yangi so'z samkori. Bu esa uch tomonlama yo'l deb tarjima qilinadi. Videoni pauza qilib, mashqni bajarib olishingiz mumkin. Navbatdagi mashq. 실례지만 이 근처에 우체국이 있어요? Kechirasiz. Yaqin orada
포스트 이더라스 bormi? 네, 있어요. 저기 서울 빌딩이 있지요? Ha, bor. Seul binosini ko'ryapsizmi? Ya'ni Seul binosi bor-a? Bu yerda demoqchi. Ne 있어요. Pauza qilib, mashqni bajarib olishingiz mumkin. Ana endi esa titki mashq. Eshitamiz, bizga kerakli bo'lgan yangi so'zlar o'ng tomonda joylashgan. Buni ham daftaringizga ko'chirib olishingiz mumkin. Birinchi kuzatib eshitamiz, ikkinchi marta qo'yilganda esa ovozimizni chiqarib mashq qilib olishimiz kerak. 듣고 따라하세요. 1. 잘 들으세요. 영미 씨, 하나 커피숍이 어디에 있어요? 하나극장을 알아요? 네, 알아요. 공원 옆에 있어요. 하나 커피숍은 하나극장 4층에 있어요. 고마워요. 따라하세요. 영미 씨, 하나 커피숍이 어디에 있어요? 하나극장을 알아요? 네, 알아요. 공원 옆에 있어요. 하나 커피숍은 하나극장 4층에 있어요. 고마워요. 2. 잘 들으세요. 실례합니다. 이 근처에 서점이 있어요? 네, 있어요. 저기 서울백화점이 있죠? 네, 있어요. 서울백화점 앞에서 길을 건너가세요. 그리고 왼쪽으로 100m쯤 가세요. 거기에 서점이 있어요. 감사합니다. 따라하세요. 실례합니다. 이 근처에 서점이 있어요? 네, 있어요. 저기 서울백화점이 있죠? 네, 있어요. 서울백화점 앞에서 길을 건너가세요. 그리고 왼쪽으로 100m쯤 가세요. 거기에 서점이 있어요. 감사합니다. 3. 잘 들으세요. 우리 집은 안암역 근처에 있어요. 안암역 사거리에 우체국이 있어요. 우체국 앞에서 오른쪽으로 100m쯤 가세요. 거기에 슈퍼마켓이 있어요. 슈퍼마켓 앞에서 길을 건너가세요. 거기에 우리 집이 있어요. 따라하세요. 우리 집은 안암역 근처에 있어요. 안암역 사거리에 우체국이 있어요. 우체국 앞에서 오른쪽으로 100m쯤 가세요. 거기에 슈퍼마켓이 있어요. 슈퍼마켓 앞에서 길을 건너가세요. 거기에 우리 집이 있어요. Ana endi esa mashqi navbat. Bu yerda xonaning tuzilishi haqida monolog eshitasiz va to'g'ri javobga O, noto'g'ri javobga esa X qo'shishingiz kerak bo'ladi. 제5과 위치 듣기 활동 듣기 1. 어떤 방의 모습을 설명하고 있습니다. 내용을 잘 듣고 설명이 맞으면 O, 설명이 틀리면 X에 표시하세요. 1. 가방이 책상 위에 있어요. 2. 텔레비전이 침대하고 책상 사이에 있어요. 3. 침대 위에 고양이가 있어요. 4. 거울이 시계 앞에 있어요.
듣기 2. Ikkinchi setki. Bu yerda dialog bo'ladi va har bitta binoning qaysi joyda joylashganini, ya'ni qaysi bino muhokama qilinayotganini siz topishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda belgilangan binolar soni 6 ta, javoblar esa 4 ta. Qaysi biri aytib o'tildi, shuni belgilashingiz kerak. Tayyor bo'lsangiz boshladik. 어떤 장소가 어디에 있는지 묻고 있습니다. 잘 듣고 묻는 곳이 어느 곳인지 기호를 쓰세요. 1. 커피숍이 어디에 있어요? 식당 위에 있어요. 2. 극장이 어디에 있어요? 서점 옆에 있어요. 3. 우체국이 사진관 밑에 있어요? 아니요. 사진관하고 백화점 사이에 있어요. 4. 병원이 어디에 있어요? 은행 건너편에 있어요. 듣기 3. Uchinchi setki. 다음 대화를 잘 듣고 어느 곳인지 표시하세요. 영미 씨, 이 근처에 우체국이 있어요? 네, 있어요. 저기 서울 빌딩 보여요? 네, 보여요. 서울 빌딩 앞에서 길을 건너가세요. 서울 빌딩 앞에서 길을 건너가요? 네, 서울 빌딩 건너편에 서점이 있어요. 우체국은 서점하고 병원 사이에 있어요. Javoblarni belgilab bo'lgan bo'lsangiz, tekshirib olishingiz mumkin. Yangi so'zlarni yodlang va bugungi darsimizni mustahkamlashni unutmang. Keyingi darsda ko'rishguncha, annyon!